Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, do'stlar. O'choq boshida dasturi yana sizlar bilan birga. Bu safar biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Filadelfiya shahriga tashrif buyurdik. Bu safargi mehmonimiz yosh tadbirkorlardan, Amerikadagi o'zbek millionerlaridan biri hisoblanadi va qolaversa xayriyalari bilan juda ham mashhur bo'lgan metsenatlardan biri bo'ladilar. Ularning kompaniyasi Skyline kompaniyasiga tashrif buyurdik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Akmal aka, xormang. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Zo'r aka. Charchab qolmayapsizmi? Zo'r, rahmat aka. O'zingiz qandoqsiz? Rahmat, xudo shukr. Akmal aka, avvalo bizni bir kichkinagina loyihamizda ishtirok etishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Va qolaversa, takroran sizni ko'rib turganimdan xursandman. Aka, bizda bir kichkinagina o'choq boshida degan loyihamiz bor va bu yerda turli xil soha vakillari bilan biz taom qilib, ular bilan birga suhbatlashamiz. Suhbatimiz siyosatga aralashmaymiz. Ovqat haqida va faoliyat haqida bo'ladi. Bo'ldi. Kelishdik. Ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi o'rinda bozor qilishdan boshlaylik. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Akmal aka Xolboyev hozirgi kunda Amerikadagi Skyline kompaniyasiga asos solingan va bu kompaniya asosan ko'chmas mulk, uy, oldi-berdi savdosi va realtor va bir qancha yo'nalishlar bor. Shundaymi Akmal aka? To'g'ri. Bizda nafaqat uy, hozir o'zimizda notarius kompaniyamiz bor, keyin commercial joy, ya'ni kommersiya joylarni ham oldi sotish bilan shug'ullanamiz. Kecha kelishdan oldin podkastingizni ko'rdim, rosa havas qildim to'g'risi. Bir qancha o'zim qiziqtirgan bir qancha savollarga javob topdim desam bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan ba'zi bir savollar menda tug'ildi. Eng birinchisidan boshlayman. Mayli. Podkastda 70 ta uyingiz borligini aytdingiz. Aha. Lekin ular qayerda joylashgani va taxminan minimum maksimum narxlarini aytmadingiz. Podkastdan keyin savollar ko'payib juda. Hozirgi kunga kelib o'sha 70 ta ortiq uylarni joylashgan joyi ko'pi Amerikada. O'zi bir paytlar Yevropada ham bor edi, lekin undan hozir biz sotib Airbnb bilan shug'ullanardik. Airbnbni ko'pchilik biladimi yo'qmi? Haligi vaqtincha muddatga ijaraga berish edi. Hozirgi kunga kelib u narsa lekin ancha orqaga tashab qoldi. Shuning uchun Airbnb bilan shug'ullanayotgan uylarimizni biz sotishga qaror qildik. Hozirgi kunga kelib eng ko'p soni o'zimizda Pensilvaniya shtatida joylashgan uylar. Keyin New Jerseyda bor. Shaharlarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni Marlboro bilan Manalpa New Jerseyda bor va Washington DC ning yonida Maryland shtatlarida bor. Asosiy savol baribir javobsiz qoldi. Minimum maksimum narxlari. Minimum maksimum. Endi olgan narxlarim to'g'risini aytib beraman. Hozirgi kundagi narxni aytaylik. Hozirgi kungi narxlarimi? Shu 140 mingdan menimcha eng arzon 140 ming, 150 ming atrofida turadi va eng qimmati 1 million shu 800 bilan 2 million o'rtasida bu. Qoyil. Shu o'rinda bir savol tug'ilyapti. Misol uchun deylik, ba'zi bir davlatlarda ko'chmas mulk yoki bo'lmasam uy xarid qilsangiz, sizga misol uchun iqoma deymizmi, viza deymizmi yoki vid na жительство deymizmi, shunday bir imtiyozlar bo'ladi. Misol uchun Amerikada chet ellik fuqaro uy xarid qilsa, uning hujjat ishlarida, vizasida qandaydir imkoniyat yoki bo'lmasa imtiyozlar bormi? Endi men advokat emasman-ku, lekin bu narsa bilan mana shu yo'l bilan, yo'nalish bilan xarid qilgan mijozlarimiz bor. Endi ularni bilmayman, viza olishligiga bu uy xarid qilganligiga yordam berdimi, yo'qmi degan savolga javob bera olmasam kerak-ku. Lekin shu oxirgi 5 yil ichida sotgan uylarimizdan ko'ra ko'proq kommersiya joylarda joyni xarid qilgan mijozlarimiz, ular mana shu yo'nalish bilan ya'ni viza olish yoki green kartani qo'lga kiritganlarini bilaman lekin. Tushunarli. Yana o'sha suhbatdan kelib chiqib savol tug'ildi, ya'ni podkastdan kelib chiqqanda savol tug'ildi. Hozirgi kunga qadar asosan Filadelfiya, New Jersey va New York
shtatlarida faoliyat yuritar ekansizlar. kompaniyamiz bor. Va shu kungacha 2000 ta uy oldi berdi sotildi deb aytgansiz. Undan 1200 tasi vatandoshlarga. Shundaymi? O'zbekistonlik vatandoshlarga eshitib juda ham xursand bo'ldim. Eng qimmat сделка deydimi, nima deydi? Eng qimmat sotilgan shu kungacha uylar bir reytingi bormi sizda? Uymi yo kommersiya joymi? Uy desak to'g'ri bo'ladi. Hozircha uy. Hozircha uy deydigan bo'lsangiz, eng qimmati 4 million adashayotgan bo'yicha 4 million 300 atrofda edi. Nyu-Jersi shtatida sotilgan. Bu uyga o'zim juda havas qilganman, sababi uyi ichida o'zini bowling alleysi bor edi. Ichki basseyni bor edi, tashqaridagi basseyni bor edi, keyin basketbollik korti bor edi. Unaqa uyga lekin pensionatda topish juda qiyin bo'ladi, chunki Nyu-Jersida yerlar beriladi-da, o'sha yerga siz xohlagancha qura olasiz. Pensionatga e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p uylar bir-biriga o'xshash bo'ladi va talabga binoan quriladi pensionatda. Nyu-Jersida ko'pincha Nyu-Yorkdan qochganlar yashaydi-da, shuning uchun ham ular yerni berlaring, o'zim xohlagancha uy qurib olaman deydi-da. Shuning uchun ham kattaroq uylarni topishingiz Nyu-Jersida ancha shansi kattaroq pensionatga qaraganda. Narx nuqtadagida narx jihatdan bu yoq qimmatmi, bu yoq qimmatmi? Nyu-Jersi qimmatroq. Nalog bo'yicha ham Nyu-Jersi qimmatroq. Boya bir xil deyarli uylar bir-biriga o'xshash dedingiz. Buni sababi bu yerda hukumatini yoki bo'lmasam hokimiyatning talabi shunaqami yoki boshqacharoq qilish, boshqacha dizaynda bizda misol uchun puli bo'lsa xohlagan uslubda qurish mumkin. Bu yerda ham shunaqa, hammasi talabga binoan. Ya'ni sizga mana yer beriladi, yerga juda ham oson qilib qo'yilgan har bitta townshipni, ya'ni mahallaning o'zini qonuni bor. Oldidan qanchadir fit ayirib tashishingiz kerak, orqadan qanchadir fit ayirib tashingiz, ikkita yon tarafdan ayirgandan keyin o'rtada o'sha uy tushishi kerak bo'ladi. Pensilvaniyada qurilayotganda ko'pincha mana bu katta yerlarni olishadi-da, o'shani bo'lib sotiladi. Lekin agar hamma uyga har xil quriladigan bo'lsa, siz yangi mijoz, ya'ni xaridorni o'sha har bitta uyingiz uchun qidirishingiz kerak bo'ladi. Lekin Pensilvaniyada nima uchun ko'p uylar bir xil qurilishining sababi, chunki bitta model home qurib qo'yishadi-da, keyin mana shu uydan biz 70 ta qurib beramiz deyshadi. Shu narsa bor. Nyu-Jersi shtatida esa, masalan aytaman, Nyu-Jersi shtatida kattaroq uylarni olish juda ham osonligining sababi, chunki Nyu-Yorkdan ko'chib kelgan odamlar Nyu-Jersiga yer o'zini ber, o'zim qurib olaman deb qolishadi. Boyagi endi bir shaxsiy savol o'zbekchiligimizga boramizda. 4 millionlik сделка deylik. Sizlarni komissiyalar qanaqadir protsentda bo'ladimi shu narsalarda? Da. Shunaqa. Misol uchun O'zbekistonda adashmasam realtorlarning komissiyasi 3% dan 5% gacha edi. Adashmasam agar. Bu yerda ham shunaqa. Shunaqami? Bu yerda ham? Bu yerda ham mana qiladi, lekin hech qanaqa haligi belgilash degan narsa yo'q. Bu mumkin emas. Shuning uchun ham shu 3% dan 5% ga degansizda, masalan, ayrim joylarda 2% ga ham ishlagan vaqtimiz bo'lgan, ayrim joylarda 1% ga ham ishlagan vaqtimiz bo'lgan. Shuning uchun unaqa mijoz qancha to'la olsa, qurbi yetganiga qarab ishlagan. Akmal aka, sizlarga misol uchun deylik shogird ishga tushadigan bo'lsa, u shogirdni qandoq bir darajasini baholab ishga olasiz? Real estate. Misol uchun deylik kompaniyangizda. Endi bizada birinchi o'rinda sotish bilish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pincha hali kinoni ko'rganmiz, Wall Streetda hali qo'liga ruchka beradi. Mana shu ruchkani sotga menga deydi-yu. Xuddi shunaqa biz ham birinchi kun kelganda haligi bizani shogirdni qanchalik darajada o'ziga ishonchini bilish uchun mana shu savolni beramiz. Tushundim. Demak, bizda oshxonada ham shogird keladigan bo'lsa, shogirdning darajasini ba'zan o'lchab olamiz-da. Va bu misol uchun pichoq ushlashidan ma'lum bo'ladi. Sizga o'shaning uchun aytmoqchiman, mana shu bodringni to'rg'a bering-chi. Pichoq bo'lmaydi. Mana pichoqdan olamiz. Ya'ni oshxona bo'lmas, narigi ish yaxshi ekan. Shu yaxshi ekan. Siz o'zi boshqa pichoq olib kelibsiz-ku. Endi turgandan qildim. Aytmoqchi bo'lganim, qanaqa to'lash kerak buni? farqi deylik yarim halqa shaklida. Poli ko'lcha deydi. Yarim halqa.
Yarim halqa deganda dumaloq bo'lsa halqa bo'ladi, yarim halqa bo'lsa teng yarmi bo'ladi. Ha, uni o'rtadan kesish kerak bo'ladi. Aha. Ya bu o'tmas pichoqni berib qo'ydingiz hozir menga. Endi bu hozir Sizni uyingizdagi pichoq. yo'q, shuncha pichoqning ichida siz olgan pichoqingizni qarang. Ha, yo'q, bu o'tmayapti lekin. Ha, yo'q, ma'lum. Boshqa pichoq kelamiz hozir. Bu pichoq bor. Keyin uni anaqa preparatsiya ham yo'q-ku. Qaysini? Olib kelaman. Hozir olib chiqaycha qani. Bittanasiga gapirib qo'yaman, lekin men o'zim ham bilganimga qaysi bir o'tkir-o'tkirmasligini shunga uydagilarga telefon qilib hozir bilib oldim. Aldayotgan bo'lishmasin endi. O. Akmal aka, Kesib qo'ydik, ovqat oxirigacha. pishirib turasizmi uyda? Bir xillada. Bir xillada. Go'sht pishiraman. Bo'ldi. Mana shu go'sht, demak, pichoq ishlatmas ekansiz. Pichoq bilan uncha yaxshi do'stlashmas ekansiz. Lekin go'sht bilan do'stlashayotganligingiz bilinadi. Va shunga solamiz, ketdik. Bo'ldi. Shuna qo'ydik. Xo'p, bo'ldi. Bu bo'ldi. Bugun men sizga yordamchiman. Nima desangiz olib berib turaman, yordam berib turaman. Menga go'sht kerak bo'ladi. Oldimdan ham olib olayman. Bir narsani aytib o'tay. Nima taom tayyorlaymiz, nima ovqat pishiramiz deganda, Akmal aka, Amerikadamiz va albatta steak pishiramiz deb aytdilar, o'shaning uchun go'sht yeyapmiz. Ribeye steak yana qilamiz, hozir shuna. Bu mol go'shti. Aha. Mol go'shti ribeye steak deyishadi. O'zbekchasiga lekin bilmayman tarjimasi nimaligini. Ribeye deb turaveraylik. Bu o'zimizda spets anaqamiz. Ko'pchilikga endi o'rgatmayapmiz hozir sekret nimaligini. Aha. Endi bilib olsam kerak lekin. Qo'yil, shu o'rinda bir savol berib o'tsam, mumkin bo'lsa. Shu o'rinda bir savol o'tsam. Kasbdan kelib chiqib aytaman, ya'ni sizlarning kasbdan. O'zbekistonda deylik realtorlar mijoz topib keldi. Okay. Uy egasi mijoz bilan parda ortida gaplashib realtorni chiqarib olishga urinadi. Harakat. Ya'ni 3%, 5% boy yoki bo'lmasam qanaqadir uni protsentini bermaslik uchun. Aha. Va shundan kelib chiqqan holda hozirda ayrim realtorlar oldindan pulni berib reklama qilib berishyapti. Jarayonga aralashmayapti. To'g'ri. Sizlarda ham, ya'ni bu yerda ham shunaqa bir mijozlar deylik xaridorlar yoki mijozlar protsentini bermaslik uchun o'yindan chiqarib yuborishga urinishlar bo'ladimi? Amerikada bilateral kontrakt degan narsa bor-da. Kontraktni tuzganimizdan keyin siz sotasizmi, biz sotamizmi, baribir realtorga foyda berishingiz kerak bo'ladi, chunki realtor xizmati siz uyingizda reklama qilib berishadi. O'sha reklamani qilib berdi deyiladi-da. Shu uchun ham lekin realtorni tanlayotgandan ko'pchilik biz aytamizki, ya'ni faqatgina kontrakt qo'l qo'yib uyda yotadigan realtor bo'lmasin deymiz. Ya'ni maksimal darajada o'shani reklama qilish kerak bo'ladi-da. Ya'ni xohlasa xohlamasa baribir pul to'laydi realtorga. Xohlasa xohlamasa. Unda yaxshi. Bizga yaxshi. Bizga yaxshi. Aka, endi realtorlik soha emasda, ya'ni restoranga bog'liq savol. Insonlarda yoqadigan ikki xil restoran toifasi bor. Ya'ni ikkita restoran bo'ladi. Birinchisi doimiy borib yuradigan restorani, ikkinchisi safar mobaynida yoqtirgan restorani. Sizda, misol uchun, doimiy kundalik hayotingizdagi yoqtiradigan restoraningiz va safar davomida eng yoqqan restoran. Ya'ni ajablantirgan. Turi bo'lish kerakmi yo shaharning o'zida bo'lishi kerakmi? Farqi yo'q, ajablantiradi. Ya'ni sevib doimiy iste'mol qilasiz, ba'zi restoranlarga borib, ya'ni постоянный klient deymi? Ikkinchisi safar mobaynida siz постоянный klient emas, lekin safar mobaynida o'sha joylarga borib ko'rib, yeb yoqqan restoran. Va antiqaligi. Antiqaligi. Endi mana bittanisini aytib beraman. Biz endi o'zbek taomlarini yaxshi ko'rganim uchun o'zbek taomlaridan boshlaymiz. Lekin o'zi har kun masalan iste'mol qiladigan bitta restoran, bu Little Samuel restorani bor, Filadelfiyada. Turkcha taomlar u menga yoqadi. Aniq har doim ovqatlanishga. Keyingisi Nyu-Yorkda go'sht restoranini eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu e'tirof juda ham odam xursand qildi. Abdurashid aka rostdan ham hozirgi kunda biz hurmat qilgan va havas qilgan restoratorlardan biri hisoblanadi O'zbekistonda. Juda bir yaxshi akamiz. Men O'zbekistonda ham, Toshkentda ham bordim. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Bu atmosferani o'ziga gap yo'q ekan. Zo'r. Ajoyib. Qani bo'lmasam, men ham bu narsaga yordam bering.
quruq o'tirmasdan. Yo'q, siz savol berib turib gapirib tursiz. Bo'lmasam, bu bizga hali energiya beryapti. Anu bering, pichoq bering. Siz chala to'rg'agan bodringni to'rg'ab turaman, vaqt o'tkazmaslik uchun. Bo'ldi. Lekin bodring juda ham anu ekan, nima deydi? Zo'r ekan. Qarsirloq deydimi, nima deydi? Sochni ekan. Shunisi yaxshi-da. Oxirgi paytlarda GMO qo'shilmagan mahsulotlar juda talabgor bo'lib qoldi. Misol uchun organik mahsulotlar. Amerikada bu masalada mahsulotlar organikmi bo'lmaysmi? Pomidor, bodringlar yoki GMO qo'shilganmi? Biz olganimiz organik. Yozib qo'ygandim. Lekin bu qanaqa narsaki, ya'ni odamlarga talab degandek. Masalan, o'sha hozir bilasiz sun'iy intellekt chiqib ketib qolgan. Masalan, xuddi shu sun'iy intellekt orqali qaragan bo'lsangiz ham, ayrim narsalar masalan organikka albatta xohish ko'proq bo'ladi. Shu sababdan ko'pincha mana Amerikaning o'zida fermaga borib sotib olish ham juda moda bo'lgan. Juda populyarniy anaqalardan bittasi. Hozir Yo'l aka organik masalasida gaplashib turib, tuxum haqida suhbat qadaldi. Ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlarida tuxum narxi go'shtdan ham qimmatroqga aylanayotgan ekan, sababi defitsit bo'lgani uchun. Tovuq kasalligi chiqdi. Tovuq kasalligi chiqqani uchun bizda ko'pincha 12 ta tuxumni sotishadi bitta korobkada. Shu 12 ta tuxumni narxi hozir $8, $9 atrofida bo'lyapti. 12 ta tuxum, 1 kilo go'sht. Ya'ni O'zbekistonda 1 kilo go'sht. Yo'q, O'zbekistonda. Bizda 1 pound go'sht bilan lekin teng bo'lib qoldi. Sizlarda yarim kilo go'sht. Shu uchun biz hozir go'sht yeyapmiz. Qovurib berdi siz ham, kechini go'sht yeb qo'ya qoling deganimiz yaxshi-da. Tuxumdan ko'ra go'sht arzon tushyapti. Siz Amerikaga nechinchi marta kelishingiz? Shuni ham hisoblaganingizda, mana bu yilga kelganingiz ham. Bu yilga kelishim yo 5-yo 6-martada. Yo 5-yo 6-marta adashmasam agar. Bitta savol beraman mana. Men bir xil joylarga boradigan bo'lsam, birinchi marta borganda yo negativniy bo'ladi, yo pozitivniy bo'ladi. Ikkinchi marta borganimda o'sha narsa o'zgaradi. Men bu narsani ko'rmagan ekanman, voy bu tarafini ko'rmagan ekanman deb qolaman-da. Masalan, Amerikaga mana 5 marta, 6-marta kelayotgan bo'lsangiz, sizda qanaqa taassurotlar? Masalan, hech boshida kelganda yoqmagan, endi hozir sekinlik yoqtiryapsizmi yo xo'p, haligacha yoqtiryapsizmi boshida kelganda? Ko'pincha yoshligimizda yoki bir ijtimoiy tarmoqlar orqali deymizmi, televideniyada deymizmi, Amerika sehrli diyor deb ko'p aytishadi. Ko'p eshitganmiz. Amerikaga kelib suhbatlashgandan keyin vatandoshlar bilanmi yoki bu yerdagi holatni muhitni ko'rgandan keyin meni fikrim biroz o'zgargan. Amerika sehrli diyor emas. Amerika qandoq deb aytsam bo'lar ekan o'zbekchasiga shafqatsiz qahr qattiq diyor. Ya'ni bu ma'noni nimaga aytyapman? Ya'ni Amerikani yomonlash nuqtai nazarida emas, balki katta shaharlarda deyarli shu. Sal kam harakat qilsangiz ko'chada qolishingiz, hech kim sizga misol uchun akam, ukam, opam, singlim deb misol uchun bu og'aynim deb doim ham yon bosish imkoni yo'qligi, hamma o'zi uchun o'zi harakat qilish kerakligi. Va shu fikrda hali ham sobitman. Moskva Slezan University degan kinoni ko'rgansiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Men ko'pchilikga aytamanki, shu kinoni olinglar, orientir qilib olasizlar Amerikaga. Chunki New York bilan Moskvani farqi yo'q. Chunki katta shaharlarda shu afsuski, haligi yig'laysizmi, qanchana qilsangiz ham, lekin o'z uchun o'z harakat qilishingiz kerak degan anaqa bor. Xuddi shunday ekan. Ya'ni ta'kidlab o'taman, ayrim divan ekspertlariga bu yerda qaysidir xalqni yomonlash yoki qaysidir bir davlatni yomonlash emas. Ya'ni har kim o'zi uchun harakat qilishiga sabab bo'lish. Ya'ni kelishdan oldin o'ylash kerak degan nima deydim, message deydimi, anular xabar bermoqchimiz. Bu zo'r xabar. Menda bitta zo'r narsa aytib beraman sizga. Florensiyaga borgan vaqtimda, birinchi marta borganimda, men ulardan welldan so'raganman. Seki welldan qilib bersangiz, restorandan chiqib keta olaysam deb javob qaytargan. Ofitsiant aytganki, bu restoranda welldan zakaz qiladigan bo'lsang, tinchini tashqari hozir chiqib ketgani yaxshi degan. Oshpaz chunki jahl ustida chiqib keladi degan. Shundan keyin men aytganman, bo'lmasa medium well qilib bera qolinglar degan. Akmal aka, shu o'rinda yana bir savol tug'ilyapti. Amerikani
qaysi hududda uy olishni, ya'ni qaysi shtatda olishni, qaysi shtatda olmaslikni tavsiya qilgan bo'lar edingiz? Qaysi shtatda demayman, qaysi shahardaligini gapira olaman. Chunki ko'pchilik shu savol berganda budjetga taqaladi. Birinchi bizani o'zbekchilikda zo'r tarafini aytib beramanki, ya'ni bizani o'zbek oilalarida maktabni so'rashadi. Maktab yaxshimi deb birinchi savol berishadi. Shu savolmi? Keyin maktabi yaxshi bo'lgandan keyin narxiga qiziqishadi. Albatta, maktabi yaxshi bo'lgan joylar narxi qimmatroq bo'ladi, maktabi yomon bo'lgan rayonlar narxi arzon bo'ladi. Lekin maktab yomon bo'lgan rayonlarni haligi mahallalarni mahalla o'zi ham yomon bo'ladi-da. Chunki nima uchun maktab yomon degan savol ko'pchilikga ya'ni tug'iladi-da. Shuning uchun biz ko'pchilikga tushuntiramizki, ya'ni Filadelfiyadan uy olasizmi, Nyu-Yorkdami yo boshqa shtatlardami, birinchi o'rinda maktabini reytingi bilan qiziqinglar, chunki u har doim statistika bo'yicha mahalla reytingi bilan birga yuradi. Keyin yana bitta narsani bizani o'zbek urf-odatini juda chiroyli taraflarini aytib beramanki, ya'ni bizada o'zi erkaklar traktor yuradi-da. Tasavvur qiling, traktor yurgan odam bir haftada, 2 hafta bir marta keladi uyga-da. U odam masalan rasvoy rayonda ham yashab ketib boradi. Yomon rayon bo'lsa ham yashab ketib boradi. Haligi umuman haligi odam yashamaydigan cho'l bo'lsa ham yashab ketib boradi. Lekin ular uy oladigan bo'lsa, uy xarid qiladigan bo'lsa, oilasi uchun xarid qiladi-da. Shu uchun ham aytadiki, masalan, mana bu rayonni men tasavvur qilingki, mana shunaqa rayonlar bor, Nyu-Yorkda ham, ya'ni arenda narxi 5000, 6000 dollar turadi-da. Lekin mana shu joydan olaman deydi, chunki bolamni maktabini yaxshi maktabga borsin deydi va o'sha oilam yaxshi rayonda yashasin deydi-da. Ishtaha Akmal aka, sizga esa kattadan katta rahmat deymiz. Rahmat kelganingizga. Qo'lingizdan ko'rmasin. Joningiz sog' bo'lsin. Ushbu xonadoningizga fayz baraka tilaymiz. Agarda mabodo vatandoshlarimizga biron bir tilagingiz bo'lsa, tilagingizni tilashingiz mumkin va shu bilan birga shundan keyin biz suhbatni barcha vatandoshlarimizga shunaqangi mana shu Bahriddin akaga o'xshagan insonlar bo'lgani uchun birinchidan katta rahmat deb qolamiz. Chunki ko'pchilik so'rab qoladiki, O'zbekiston deganda mana shu 15 yil, 20 yil oldin ko'pchilik Pokiston deb tushunardi. Hozirgi vaqtga kelib, lekin ko'pchilik Amerikada istiqomat qilayotgan amerikaliklar ham lekin o'zbek pilav degan so'zni o'zi o'rganishdi. Lekin bu haligi gapirasiz-ku, siz hali kapkir bilan yer yuzini zabt qila olamiz deganingizdek, shu narsani siz reja qilgansiz va shu narsa rejangizga sekin bo'lsa ham, haligi qiyinchilik bilan bo'lsa ham, lekin erishyapsiz. Bu narsa bu o'zbek bizani xalqimiz uchun bu juda ham katta nima desam bo'ladi, sovg'a deb o'ylayman. Sizga insonlar bo'lgani uchun rahmat deb qolamiz. Barcha vatandoshlarimizga shunaqa chiroyli tabriklarimiz hammasi sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.